Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Egilnichi Xitoy armiyasining bu yilgi muhim xizmat nuqtasi ofitserlarga mohiyatli maoshni o'stirish bo'lib, oldi bilan yosh va chegara rayonlarda vazifa o'tayotgan ofitser askarlar orasida amallashtirilmoqchi ekan. Polkovnik darajadagi ofitserlarga taxminan 7000 yuan xalq puli qo'shilishi mumkin ekan. Xitoy armiyasining bu harakati navbatda Xitoy atrofidagi jiddiy vaziyatda armiyasining ruhini urg'utish, harbiy ruhni turaqlashtirish va ixtisosliklarning ketib qolishining oldini olish ekan. Markaziy axborot agentligiga naql keltirgan Hong Kongning Janubiy Xitoy etganlik gazetining xabari qaraganda Xitoy Kompartiyasining Xalq ozodlik armiyasi bu yil ofitser askarlarining maoshini 40% o'stirishi mumkinligini. Buning ichida Tibet, atalmish Xinjiang, Sharqiy Xitoy dengizi, Janubiy dengiz va boshqa chegara rayon askarlariga o'rnashgan yosh harbiy ofitserlar eng ko'p nafga erishadi ekan. Xalq ozodlik armiyasining bu ish haqida olqani taxminan 40% atrofida bo'lib, Xitoy Kompartiyasi Markaziy harbiy ishlov komitetining raisi Xi Jinping texmo zamonaviy harbiy islohotni ilgari surgandan keyin bu harakatning maqsadi ixtisosliklarni jalb qilish va saqlab qolish va yosh askarlarning berayotgan harbiy islohotlardan xabardor bo'lishi, ishonchni kuchaytirish ekan. Harbiy mutaxassislar maoshni tangshash Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy Kompartiyasi Markaziy harbiy komiteti 1 yanvar tarqatgan atalmish aktiv vazifa o'tayotgan ofitserlarni boshqarishdagi vaqtlik belgilim bilan munosabatga ekanligi. Yana xodim tanlash, tarbiyalash, o'stirish va paravollik qatorliq 10 necha munosabatli qoidaga chetilganligi. Ammo bu munosabatli qoidalarning ommaviy hujjat emasligi hamda sistemasida kishini andishiga soladigan mujmallik borligini bildirgan. Amerikaning yangi prezidenti Joe Biden 20 yanvar vazifaga o'tirgandan keyin tashqi siyosat gruppasi Xitoyga bo'lgan qattiq pozitsiyasini ifodalashga boshlagan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Joe Biden hukumati Davlat xavfsizlik kengashining bayonotchisi Emily Horne Joe Biden vazifaga o'tirgan kuni bayonot e'lon qilib, Xitoyning Trump hukumatidagi 28 nafar amaldorga embargo qo'yganligini ayblagan. Xitoy embargo qo'yganligini e'lon qilgan Trump hukumati amaldorlarining ichida tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bor. Mike Pompeo uningdan bir kun avval Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini e'lon qilgan. Biden hukumatining tashqi ishlar ministri Blinken Pompeoning bu qarorini qo'llaydiganligini bildirgan. Reuters agentligining bildirishicha, Emily Horne Xitoyning vazifa topshirib olish kuni bunday embargo yurgizishi partiyalarni bo'lishga urinish o'yin ekanligini bildirib, yangi prezident Bidenning Amerikaning bu raqobatda Xitoyni yengish uchun har ikki partiya rahbarlari bilan hamkorlashishga tirishadi degan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi Trump hukumatiga hujum qilish bilan bir vaqtda Biden hukumatidan munosabatni asli keltirishni, texmo yaxshilashni talab qilgan. Biroq Amerikaning yangi tashqi ishlar ministri Blinken 19 yanvar kengash palatasining guvohlik yig'inida qilgan so'zida Trump hukumatining Xitoy masalasida haqli ekanligi, shak shubhisizki Xitoyning Amerikaga har qanday davlatdan eg'ir xiris olib kelayotganligini ta'kidlagan. yil 6-iyundan 13-iyungacha G7 boshliqlar yig'ini Angliyaning Cornwall shahridagi Kabus qo'ltig'ida o'tkazilgan bo'lib, sohibxon bo'lish sifati bilan Angliya bosh ministri Boris Johnson Koreya, Hindiston va Avstraliyani taklif qildi. Shundaqla G7 boshliqlar yuzturan uchrashish yig'inini D10 ga o'zgartdi. Bu dunyo rahbarlarining yaqinqi 2 yildan buyon tunji qatimliq yuzturan uchrashishi hisoblandi. Yevropa ittifoqi g'ayri-rasmiy a'zo bo'lsa vakil avatib yig'in qatnashidi ekan. Angliya Xitoy Kompartiyasi bilan bo'lgan munosabatini o'zish uchun 10 davlatdan ittifoq tuzmoqchi bo'lgan. Xitoy yuqum ahvolini yushirganlikdan Xitoy virusi Angliyaga tarqalganda bu yan qazo qilganlarning soni 100 mingga yaqinlashgan. Bo'libmi o'tgan yili Rojdestvo bayramidan ilgari Angliyada tipi o'zgargan Xitoy virusi bayqalib, London 4-darajalik jiddiy yuqumni kontrol qilish holatiga kirgan. Angliya bosh ministri Johnson o'tgan yili 27-mart kuni Xitoy virusi bilan yuqumlanib, og'ir kasalliklar markaziga o'tkazilib, davolanib, 26-aprelda saqaygan. O'tgan yili iyun oyining oxiri va iyul oyining boshlarida Xitoy Kompartiyasi Hong Kongda Hong Kong nusxasidagi davlat bexatarlik qonunini majburiy yo'l qo'yib, bir qism demokratchilarni kayn-kayndan qo'lga olishi, Angliya hukumatining noroziligiga uchrab, Xitoy Kompartiyasining harakatining Xitoy-Angliya birlashma xitobnomasiga og'ir xiloflik qilgan va Xitoy Kompartiyasining bir davlat ikki sistema va'dasidan gumonlangan. Angliyaning Xitoy Kompartiyasiga bo'lgan ishonch krizisi kun sari og'irlashib, Xitoyni qo'llaydigan siyosiy yo'llarning Xitoy Kompartiyasi bilan bo'lgan munosabatini qaytadan tushunishiga sabab bo'lgan. Angliya navbatda ittifoqdosh davlat va Xitoy virusining og'ir ta'siriga uchragan davlatlarni birlikda Xitoy Kompartiyasiga besim ishiltish, shundaqla qarshi turishga chaqirmoqda. Turkiya Istanbuldagi bir shirkat kitobi Mozart ismli Turkiya paraxotining Gviniya qo'ltig'ida Sao Tome'dan 100 dengiz mil yiroqlikda hujumga uchraganligi, Ozarbayjonlik bir nafar paraxot xodimining o'ldirilganligini e'lon qilgan.
Mazkur shirkatning bayonotida Nigeriyaning Lagos shahridan Janubiy Afrikaning Cape Town shahriga qarab yo'lga chiqqan paraxodga 19 xodimdan birisining o'ldirilganligi, 15 xodimning tutib ketilganligi, 3 xodimning dengiz qaroqchilari bilan birga paraxod ekanligi bildirilgan. Turkiya tutqun qilingan xodimlarni qutqizish uchun jiddiy harakatga o'tgan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paraxodning 4-kapitani Furqan Yaran bilan telefonda ko'rishib, voqeaning tafsiloti va paraxoddagi ahvollardan ma'lumot olgan. Paraxodning hujumdan omon qolgan 3 xodim bilan birga Gabonga qarab manganlik to'g'risida ko'chirni topshirib olgan Erdo'g'an voqeaning jarayonini yaqindan kuzatayotganligini, tutib ketilgan paraxod xodimlarini qutqizish to'g'risida munosabatli mas'ullarga yo'l yo'riq berganligini bildirdi. Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu kapitan Furqan Yarandan boshqa yana paraxod igidorchiligidagi shirkatning boshlig'i Osman Levent Karsan bilan telefonda ko'rishdi. Ta'ziya va hal so'rash tilaklarini yetkazib, tutib ketilganlarni qutqizish va baldirroq uylariga bexatar qaytishini ishga oshirish uchun zarur bo'lgan tadbirlarni yo'l qo'ydiganligini ta'kidlab, o'ldirilgan paraxod xodim uchun ta'ziya tilaklarini yetkazdi va paraxod yetib kelganda jinozasini Ozarbayjonga yetkazish xizmatlarini darhol boshlaydiganligini bildirdi. Turkiya, Abuja, Nigeriya qatorliq atrofdagi davlatlarda turishliq elchixonalarni tutib ketilgan xodimlarni qutqizish uchun safarbar qildi. İşgaldığı üzümü daraxt tikish Uyg'urlarning qadimgi davrdagi daraxt tutumi bilan daraxtni ulug'lash qarshidan shakllanib borliq kelgan xos odat. Bu xil odatni hozirmi yezi shaharlarning hammasida ko'rgili bo'ladi. Ajdodlar o'ltiroq uy yasab, muqim o'ltiroqlish odati ko'chganda boshlab, uyni suv eqib turadigan eriq o'stan bo'yiga serish, üzüm daraxt tikib, gul terib, ishq oldini ko'kartishni odat qilib davomlashtirgan. Üzüm daraxti baroqsan o'sadigan, umr uzun mevalik daraxt. Uning mevasi yoz faslining beshida, boshqa mevalar pishishdan burun pishadigan yumron, atlik, suluq, shirin meva. Uning turlari oq ujma, qora qizil ranglik ujma va chiqir ujma degandek 3 xil bo'lib, u kishilar kuzda tayyorlab olgan ho'l, quruq yelimishlar oxirlashgan, ochliq tugab qolgan seriqtal mazgilda pishib, insonning meva yeyish ehtiyojini qondirib, quvvat to'liqlaydi. Ajdodlarimizning ujma daraxtini ishq oldiga tikishida yana savob tepish qarashimi bor. Ujma pishganda ishq oldidan o'tgan g'ayrib qo'rvala, yo'lovchilar, balalar ujmini irg'itib yesa ussuzlik qiladi. Ujma yeganlar ujma daraxti kuchiga qo'li dard ko'msin, nozi ne'matlari mo'l bo'lsin degandek yaxshi tilaklarni tilaydi. Turk tillar divonida ujma daraxti bir qancha joyda tilga ilingan. Bu uning alohida daraxt ekanligidan derak beradi. Ujma pishganda ujma daraxti bor odamlarning ishq oldiga mahalladagilar kelib ujma yeyishadi. Shaharlardan kishilar to'plashib yezilarga chiqib, ujma saylis qilib, ujma yeb, ujmaning xosiyatidan bahra oladi. Ujmaning shifoliq roli bo'lsa, jigar mengini quvvatlash, taratni ravonlashtirish, tamratkini saqaytish qatorliq nurg'un foydali rollari bor. Aqil ajdodlar ujma 2-chi qatim pishganda, uningdan ujma shirnisi yasab, qish faslida atiganlik nashtida bir ishki qo'shiqdan iste'mol qilishga odatlangan. Shirnining quvvat kuchli shifoliq roli cho'ng. Ujmani quritib, vasalg'a qilib iste'mol qilishni g'izalanish odati qilgan. Vasalg'ami Uyg'ur tibobatida kasal davolashga ishlatiladi. Ujma daraxti tikish Uyg'urlarning pili beqish va pilidan ipak chiqarib, atlas, shoyi tovar qatorliq nafs raqlarni to'qib, uningdan xos kiyimlarni tikib kiyishga asos solgan. Ujma daraxti yog'ichi alohida qimmatga ega bo'lib, uning yog'ichi ching, chidamliq, uyush, yunishga aplik bo'ladi. Shunga uningdan tangni, oyoq, qo'shiq o'yiladi. Chalg'i asboblardan tambur, ravob, dutor, dab chambirki, sonay dastasi, nag'ir qatorliqlarni yassa ko'rkam bo'ladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.